Mantiqiy amallar. O'sha rost, yolg'on ustidagi hamma amallarimiz mantiqiy amallar deyiladi. Hayotda ko'p ishlatgansiz, o'zingiz bilmaysiz, xolos aslida. Biz 3 ta asosiy sizga dastur tuzayotganda kerak bo'ladigan mantiqiy amallarni ko'rib chiqamiz. Mantiqiy va operatori. Va operatori ikkita shart ham rost bo'lsa, natijasini rost chiqadi. Masalan, agar telefon zaryadi bo'lsa va megabayt bo'ladigan bo'lsa, Instagramga kiraman. Universitetda qornim och bo'lsa va tanaffus bo'ladigan bo'lsa, ovqatlangan tushaman. Agar yetarli bolalar bo'lsa va pulimiz bo'ladigan bo'lsa, kontrol o'ynagani boramiz. Bularni hammasida bergan ikkita shartim ham rost bo'lishi kerak, bo'lmasa shartdan keyingi amal bajarilmaydi. Ikkinchisi yoki operatori. Va operatorida ikkita shart ham rost bo'lsa amal bajarilsa, yokida shartlardan bittasi rost bo'lsa ham amal bajarilaveradi. Masalan, pulim bo'lsa yoki o'rtog'im yonimda bo'lsa, ko'chaga ovqatlangani boramiz. Biz o'rtog'imiz pulga olingan ovqat qanaqadir shirinroq bo'ladi-da. Megabayt bo'lsa yo Wi-Fi'da bo'ladigan bo'lsam, Telegramga kiraman. Ko'rganingizdek, shartni bittasi to'g'ri bo'lsa bo'ldi, ish bajarilaveradi. So'nggisi inkor amali. Bu aytilgan narsani teskarisiga aylantirib turaveradi. Inkor rost bo'lsa yolg'on va inkor yolg'on bo'lsa rost. Masalan, agar jiyanim uxlamayotgan bo'lsa, qo'shiq eshitaveraman. Ya'ni inkor uxlash qiladigan bo'lsam, uxlamayotgan bo'ladi. Kechda ovqat bo'lmasa, roltini yeyman. Ovqat bori teskarisini inkori, ovqat yo'q bo'ladi. Shuning uchun nima yeyman? Roltini yeyman-da. Endi kodni ko'raylik. Dastur yasadingiz va foydalanuvchi nomi, parolni tekshirmoqchisiz admin uchun. Tekshirasiz. Foydalanuvchi nomi admin bo'ladigan bo'lsa va parol 1 dan 6 gacha bo'ladigan bo'lsa, admin sifatida kiritasiz. Chunki ikkala tomon ham rost beradi-da, umumiysi rost bo'ladi. O'yinda agar dushman ko'rinmayotgan bo'lsa, oldinga yur, bo'lmasa berkin. Ozgina qiyinlashtiraylik. Buni qanday yechasiz? Rost va inkor yolg'on yoki yolg'on. Birinchi doimiy bunaqalarda inkorni yechib olamiz. Inkor yechganimizda yolg'onni teskarisi rost bo'lib turib tushadi. Inkordan keyin va operatorlarni yechamiz. Va operatorda ko'rdik, ikkala shart ham rost bo'lishi kerak. Bu yerda ikkita rost turib, shuning uchun pastga natija sifatida rost tushadi va umumiysi rost yoki yolg'on tushadi. Endi rost yoki yolg'on yechadigan bo'lsak, yokida bitta tomoni rost bo'lsa, rost chiqaveradi. Shuning uchun umumiy natija rost chiqadi. Sog' bo'lasizlar.